sizlarga yoritmoqchi bo'ldim. Qo'ldan kelgancha sizlardan kanalimizga obuna bo'lishlikni va izohlarda o'z fikringizni qoldirishlikni so'rayman. Bismillahirrohmanirrohim. Bo'lmasa biz boshladik. Moziyona bilan moziyga sayohat. Siz tayyor bo'lsangiz, quloqchinlaringizni va Imom Ahmad mazhablarida keltirilgan sahobalardan Ibn Amr Ruqalli radhiyallohu anhu kunlarni birida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yoniga kelib, "Ya Rasululloh, Alloh taolo hali osmon va yerni yaratmasdan turib, o'zi qayerda edi?" deb so'raganlarida, "Kana fi amma" bo'shliqda edi. So'ngra arshni suvning ustida yaratdi deya marhamat qiladi. Alloh taolo birodarlar arshni suvning ustida yaratgandan keyin qalamni yaratdi. Bunga hujjat qilib Imom Buxoriydan kelgan hadisda yana sahobalardan bo'lgan Ibron ibn Husayndan rivoyat qilinadi. Kunlarning birida Yamanlik bo'lgan bir to'p odamlar Janobi Rasululloh oldiga kelib, "Ya Rasululloh, sizni oldingizga dinni yaxshiroq o'rgangani keldik. Yaralishning eng avvalida nima bo'lgan edi deb mana shu narsani so'ragani keldik" deganlarida Rasululloh aytadilarki, yaratilishning eng avvalida avvalo Alloh taolo bo'lgan edi. Ungacha hech kim bo'lgan ham emas va Alloh taolo arshni suvning ustida yaratdi va undan keyin koinotda sodir bo'ladigan barcha narsalarni zikrda, ya'ni Lavhul Mahfuzda yozdi va undan keyin osmon, yer va boshqa mahluqotlarni yaratdi deya marhamat qiladilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan yana so'rashdi. Alloh taolo arshini suvning ustida yaratgandan keyin Lavhul Mahfuzda nimani yozdi? Imom Ahmad, Abu Dovud, Termiziy mazhablarida kelgan sahobalardan bo'lgan Uboda ibn Somit radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Alloh taolo arshni suvning ustida yaratgandan keyin eng birinchi yaratgan bu qalamdir. Alloh taolo qalamni yaratgach unga yoz deya amr qildilar. Qalam esa nimani yozaman dedi. Shunda Alloh qalamga mana shu koinotda sodir bo'ladigan har bir narsani yoz dedi. Ana shu lahzadan boshlab birodarlar, to qiyomatgacha koinotda sodir bo'ladigan voqealarni va har bitta katta